8 mavzu imtiyoz belgilari. Imtiyoz belgilari ikki turga bo'linadi. Asosiy yo'l belgilari va yo'l bering belgilari. Imtiyoz belgilari chorrahalada o'rnatiladi, o'tish navbatini ko'rsatadi va yo'lni tor qismida o'rnatiladi. Bir vaqtda o'zida ikkita mashina o'ta olmaydigan bo'lsa, kim birinchi o'tish kerakligini ko'rsatadi. Agar tartibga soluvchi yoki svetofor bo'lmasa yoki ishlamasa. Birinchi belgimiz bu asosiy yo'l belgisi hisoblanadi. Buni nomi ham asosiy yo'l. Agar ikkita haydovchida asosiy yo'l belgisi bo'lsa, qolgan ikkita haydovchida yo'l bering belgilari bo'ladi. Har doim birinchi bo'lib asosiy yo'ldagi haydovchilar o'tadi. Ulardan keyin yo'l beringdagilar o'tishi mumkin bo'ladi. Keyingi 3ta belgimiz ham asosiy yo'lni bildiradi, lekin ularning nomlari ozgina farq qiladi. Birinchi belgimizning nomi ikkinchi darajali yo'l bilan kesishuv, ko'rib turganingizdek mana ikkita cho'pi chiqib turibdi. Qolgan ikkita belgimiz bo'lsa ikkinchi darajali yo'l bilan tutashuv deyiladi. Lekin mana shu belgida turgan haydovchilar birinchi o'tish huquqiga ega. Chunki o'ng tarafdagi, chap tarafdagi haydovchilar ular yo'l bering belgisida turgan hisoblanadi. Keyingi belgimiz to'xtamasdan yurish taqiqlanadi deyiladi. Bu belgi o'rnatilganda haydovchi to'xtashi shart. To'xtash chizig'ini oldida yoki to'xtash chizig'i belgisini oldida. Agar bu belgi bilan chizuv bo'lmasa, unda chorrahani oldida to'xtashi kerak bo'ladi haydovchi. Chizuvni ustiga chiqib to'xtash yoki chizuvdan uzoqda to'xtash taqiqlanadi. Endi 3 burchak yo'l bering bilan 8 burchakli stop belgimizning asosiy farqi nimada? Yo'l bering belgisida ham haydovchi yo'l beradi, bu belgida ham haydovchi yo'l beradi. Faqat agar asosiy yo'lda hech kim bo'lmasa, yo'l bering belgisida turgan haydovchi to'xtamasdan o'tib ketsa bo'ladi. Qizil stop belgimizda asosiy yo'lda hech kim bo'lmasa ham haydovchi to'xtashi shart, keyin harakatni davom ettira oladi. Keyingi ikkita belgimiz yo'lni tor qismiga qo'yiladi. Ko'k belgimiz ro'paradagi harakatlanishga nisbatan imtiyoz deyiladi. Qizil dumaloq belgi ro'para harakatlanishining ustunligi deyiladi. Agar bizda ko'k to'rtburchak belgi turgan bo'lsa, biz birinchi o'tamiz, ro'paradagi yo'l beradi. Agar bizda qizil dumaloq turgan bo'lsa, значит biz yo'l beramiz, ro'paradagi birinchi o'tadi. Bundan xulosa kelib chiqadiki, agar bizda ko'k to'rtburchak turgan bo'lsa, ro'paradagida qizil dumaloq turadi. Agar bizda qizil dumaloq turgan bo'lsa, ro'paradagida ko'k to'rtburchak turgan bo'ladi.